Rasmiy axborot. Jinoyat ishlari bo'yicha Mirobod tuman sudida Toshkent shahar prokurori birinchi o'rinbosarining Jinoyat kodeksining 112-moddasi birinchi qismi va 25-273 moddasi ikkinchi qismi nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanuvchi va Jinoyat protsessual kodeksining 227-moddasi tartibida ushlangan erkak 1990-yil Namangan viloyatida tug'ilgan Finance Invest KSB ta'sischisi ijtimoiy tarmoqlarda Real Sanjik taxallusi ostida tanilgan shaxsga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasini qo'llash to'g'risidagi iltimosnomasi taqdim etilgan hujjatlar bilan ko'rib chiqildi. Sudning 2025-yil 28 noyabrdagi ajrimi bilan Toshkent shahar prokurori birinchi o'rinbosarining iltimosnomasi qanoatlantirilib, ayblanuvchi Sanjarga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilib, qamoqqa olinishi va tergov hibsxonasiga joylashtirilishi belgilandi. Bundan bir yilcha oldin Ashab Tamayev degan rossiyalik infotegan o'zbekistonliklarni poygaga chaqiradi. Instagramning o'zbek segmentida bu katta shov-shuvga sabab bo'lgandi. O'shanda bu firibgarning maqsadini ko'pchilik tushunmagan. Asosan o'zbek yoshlari uning o'ljasiga aylangandi. Tamayev go'yoki poyga uyushtirib mukofotiga katta pul qo'yganini aytadi. Ammo bu haypi u O'zbekiston kanaliga yaxshigina o'zbek obunachilarini yig'ib olgandi. Kanaliga qaralsa, onlayn qimor bir balo betlarning reklama qilib pul ishlab olgan. Oradan ko'p o'tmay bu chaqiriqqa Real Sanjik lappay deb javob beradi. Tamayev va Real Sanjik birga videolar, reels va ijtimoiy tarmoq postlari joylashtirgan. Bu ishlar yaxshigina shov-shuv bo'lgan. Ularning uchrashuvi mashinalar, dushman raqib imijlari va poyga mavzusi ko'plab tomoshabinlarni jalb qilgan. Aslida bularning barchasi oldindan rejalashtirilgan ishlar edi. Hozir ishonchli biror manbada bu voqealarning yakuni nima bo'lgani bilan tugagani haqida ma'lumot yo'q. Tamayev esa Real Sanjik bilan kelishgan holda hayp ko'tarib auditoriyasini ko'paytirib oldi. Qimor reklamasidan esa yaxshigina pul ishlab oldi. Nega bu voqealarni yodga oldik? O'sha paytdagi odamlarning hissiyotiga o'ynab amalga oshirilgan boylik ko'paytirish operatsiyasining ishtirokchilaridan biri Real Sanjik qamoqqa olindi. U hech qanday bloger yoki tadbirkor emasligi, ommaga ko'z-ko'z qilib kelgan hashamati ortidan boshqa narsalar, masalan, giyohvand moddalar, odam o'ldirishga tahdid qilish va boshqa jinoyatlar chiqib kelmoqda. Qissadan hissa shuki, internetda o'zini ko'z-ko'z qilgan har qanday personajdan qahramon yasab olish, unga ergashish doim ham to'g'ri bo'lavermaydi.